eng yaxshi o'quv kursi deb tanladim. Men Hazayeva Gulzeba Muhammadiyevna. Men bu o'quv kursiga kelishimdan maqsad kompyuterni hech qachon bilmagandim. Klaviatura, keyin Excel, Word hech narsani bilmagandim. Menga noldan o'rganishimga eng yaxshi o'quv kursi deb tanladim va hammasini o'rgandim. Ustozlariga, birinchidan ustozlariga rahmat. Ustozlar hamma so'raganingizda erinmasdan, gapirmasdan, yo sizda yoshingiz katta deb nima qilmasdan hammasi bizlarga o'rgatdi. Men hamma narsani o'rgandim. Asosiysi noldan kelgandim. Ba'zilarda mana shunaqa qo'rquv, uyatchanlik hislari bo'ladi. Menda ham shunaqa bo'lgandi, lekin bemalol kelishlarini tavsiya qilaman. Apple akademiyasi ustozlariga rahmat aytaman. Mana bugun biz bitirdik. Yana kelmoqchi bo'lib ikkilanib yurgan insonlarga kelishni tavsiya qilib qolaman. Rahmat.